Bilasizmi, nima sizni yomon ko'rishadi? Hatto ularga yomonlik qilmagan bo'lsangiz ham. Siz o'zingizga ruxsat bera olmayotgan narsalarni ular o'zlariga ruxsat bera olmayotganligi uchun. O'zi hech qila olmayotgan, duxi yetmayotgan narsalarni siz qilayotganingiz uchun. Ular hammaga xo'p deb boshqalar uchun yashayotgan paytda siz o'zingiz uchun yashayotganligingiz uchun. Ular qo'rqib dadil qadam tashlay olmayotgan paytda siz hech kimdan qo'rqmay dadil qadamni tashlab olg'a yurayotganingiz uchun. Yana bilasizmi qachon sizni yomon ko'rishadi? Qachonki ularga foydangiz tegishdan to'xtagan bo'lsa. Oldin xo'p degansiz. Oldin indamay qo'yavergansiz. Oldin ularning aytganini qilgansiz. Endi qilmay qo'ygansiz. Endi ularga nafis tegmayapti. Endi xuddi ular uchun o'zgarib ketgan, burni ko'tarib qolgan odam deysiz. Siz yomon ko'rgisi kelgan odam har qancha unga yaxshi ko'rinmang, baribir yomon ko'raveradi. Siz yaxshi ko'rgisi kelgan odam bir dunyo xatoingizni ko'radi-da, jahli chiqadi-yu, lekin baribir ilojsiz sizni yaxshi ko'raveradi.